Demak, barchada ovoz, ekran hammasi yaxshimi? Ovoz, ekran yozib yuboringlar. Shu bilan darsimizni boshlaymiz. Mhm. Demak, yaxshi bo'lsa, bo'ldi. Xo'p, bugun biz sizlar bilan imtihonda tushishi mumkin bo'lgan, ya'ni tushish ehtimoli 100% da har kuni bunaqa mavzu tushadi. Ya'ni imtihon kirganlaringizda har bir smena, har bir kunda tushadigan mavzulardan biriga keldik. Shuning uchun yaxshilab bilib olishlaringiz kerak. Xo'p, bugungi mavzumiz ko'p xatlar va ular ustida amallar ekan. Demak, biz ko'p xatni bilishimizdan oldin, ko'p xatni bilishimizdan oldin bir xatni bilishimiz kerak. Ya'ni ko'p xat bir xatga bog'liqda. Bir xatni bilmasdan turib, ko'p xatni ishlay olmaysizlar. Xo'p. Mana bu yerga yozamiz. Ma'ruza qismini. Demak, bir xat. Bir xat nima? Bir xat bu sonlar. Iloj bo'lsa, men yozgan narsani daftarlaringizga yozib ketinglar. Kerak bo'lib qoladi. Muhim qoidalar bu. Bir xat sonlar va musbat darajali o'zgaruvchilar ko'paytmasi bir xatni beradi. Demak, qaranglar. Musbat darajali o'zgaruvchilar deyapman. Musbat darajali o'zgaruvchilar nima degani? Musbat darajali o'zgaruvchilar degani bu musbat darajali o'zgaruvchilar degani bu harflarda. Ya'ni bunga misol keltiraman. 3x kvadrat y ning 5-si. Demak, bir xat bo'lishi uchun son va noma'lum harf kelishi kerak ekanda. Bir xat bo'lishi uchun son va noma'lum harf kelishi kerak ekan. Ikkalasi birgalikda bir xatni tashkil qiladi. Keyin eslaringizdan chiqmasin, bir xatni darajasi bir xatni debman. Bir xatdagi degani. Bir xatdagi noma'lum harf darajasi har doim musbat bo'ladi. Har doim musbat bo'lishi shart hisoblanadi. Agarda daraja manfiy bo'ladigan bo'lsa, u bir xatga misol bo'lmaydi. Agarda bizda mana bu ko'rinishda misol kelishi mumkin-da. 3x kvadrat taqsim y. Demak, mana shu ko'rinishdagi misol kelgan, bu hozir aytayaptiki, bir xatga misol bo'ladi, deyapti-da. Bu bir xatga misol bo'lmaydi. Sababi biz buni yozadigan bo'lsak, 3 ko'paytirilgan x kvadrat. Demak, x kvadratni y ga bo'lyapmiz-ku, to'g'rimi? Biz buni quyidagicha yozishimiz mumkin. X kvadrat ko'paytirilgan 1 taqsim y. Demak, hozir bizda y-imizni darajasi 1, to'g'rimi? Manfiy darajaga qaytayotgan bo'lsak, bu qanday bo'ladi? 3x kvadrat y ning -1-si bo'lib qoladi. Demak, y ning darajasi manfiy bo'lib qoldimi? X niki musbat, y niki manfiy. Demak, bu bir xatga misol bo'lmaydi. Tushunarlimi? Demak, endi ko'p xatga misol keltiramiz. Ko'p xat nima? Ko'p xat bu bir nechta bir xatlarning yig'indisi
yoki ayirmasi ko'p xat hisoblanadi. Demak, ko'p xatga misol keltiraman. Xo'p, mana bu yerda aytdim, bir nechta bir xatning yig'indisi yoki ayirmasi dedim. To'g'rimi? Bir xat bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak edi? Sonlar va musbat darajali o'zgaruvchilar ko'paytmasi bir xatni berardi. Keyin bir xatda daraja hech qachon manfiy bo'lmas edi. Endi misol keltiradigan bo'lsak, 3x kvadrat plus 5y plus c. Mana shuni minus c qilaylik-da. Demak, 3x kvadrat, x kvadratning darajasi musbat, 5y bo'lyapti. Yning darajasi musbat, c ning darajasi ham musbat. Demak, bu ko'p xatga misol bo'ladi. Ko'p xat har doim bitta xatdan ko'p bo'ladi-da, ya'ni mana bu ko'rinishda kelmaydi. Mana shu ko'rinishdagi misol kelib qolsa, bu ko'p xatga misol bo'ladimi desa, yo'q. Sababi kamida ikkita xatdan iborat bo'lishi kerak. Ko'p xat bo'lishi uchun ikkita xat, ya'ni ikkita bir xatdan tashkil topish kerak-da, ikkita bir xatdan. Tushunarlimi? Demak, yana misol keltiradigan bo'lsak. Xo'p. 5x minus 3z kvadrat plus t bo'lsin. Bu ham ko'p xatga misol bo'ladi. Xo'p. Darajalari albatta musbat, manfiy emas. Agar daraja manfiy bo'layotganda, bu ko'p xatga misol bo'lmasdi. Tushunarlimi? Ko'p xatda ham daraja hech qachon manfiy bo'lmaydi. Eslaringizdan chiqmasin. Chunki ko'p xat bir xatlarning yig'indisi hisoblanadi. Bir xatda darajasi manfiy bo'lgandan keyin ko'p xat hisoblanmaydi-da u. Xo'p. Mana shu joy tushunarli bo'ldimi? Ko'p xat bilan bir xatda ko'p xat va bir xat kelib qolsa, bemalol ajrata olasizlarmi misollarda? Yozib oringlar. Ko'p xat va bir xat kelib qolsa, bir-birini ajrata olasizlarmi? Bemalol. Yoki ajrata olmaysizlarmi? Hozir tushuntirib o'tdim. Menimcha bemalol ajrata olasizlar. Bir xat nima, ko'p xat nima degan savollar tushib qolsa, bir xatga sonlar va musbat darajali o'zgaruvchilar ko'paytmasi bir xatni beradi. Ya'ni unga misol qilib keltiradigan bo'lsak, 3x kvadrat y ning 5-si. Keyin bir xatda noma'lum darajasi har doim musbat bo'ladi desalang bo'ldi. Ko'p xatga bir nechta bir xatning yig'indisi yoki ayirmasi ko'p xatni beradi deysizlar, tamom. Endi misollar ko'ramiz. Ko'p xatga doir misollarni ko'ramiz. Yaxshilab tushunib olinglar. Yozib oldilarmi mana shu qoidani? Yozib olsangiz yaxshi bo'ladi-da. Xo'p. Endi misol. Birinchi misol. 1 dan 60 gacha soddalashtiring deyapti. Demak, bizga misol berilibdi. X kvadrat plus 3x plus 2 plus qavs ochilgan 2x kvadrat minus 3x plus 2 bo'lyapti. Demak, x kvadrat plus 3x plus 2 ga qo'shishimiz kerak ekan 2x kvadrat minus 3x plus 2 ni. Xo'p, biz o'tgan darsimizda, ya'ni qavslarni ochish qoidasini ham o'rganib ketgandik, to'g'rimi? Qavslarni ochishda ikkita qoidasi bor. Birinchi qoida, agarda qavsning oldida, ya'ni mana bu ishora plus emas minus bo'lganda, qavs ichidagi har bir xatning ishoralari teskarisiga o'zgarar edi. Ammo bizda qavs oldi plus bo'lganligi uchun o'z holicha yoziladi, faqatgina biz qavslarni tashlab yozib qo'ysak bo'ldi. Demak, yozamiz. X kvadrat plus 3x plus 2 plus demak, qavs oldi plus bo'lyapti-da. Shuning uchun qavs ichidagi har bir xatning ishorasini o'zgartirmayapmiz. Agar minus bo'lganda o'zgartirib olardik. Demak, plus 2x kvadrat minus 3x plus 2 bo'ladi. Endi 3x bilan minus 3x qisqaradi. Ya'ni nima sababdan degan savol tug'ilishi mumkin. Sababi 3x ni oldi, birinchi 3x ni oldi, ya'ni mana buni oldi plusda bo'lyapti. Buniki minusda, ya'ni qo'shib yuborganimizda 0 bo'lib ketadi.
Endi x kvadratga 2x kvadratni qo'shaylik. Demak, x kvadratga 2x kvadratni qo'shishda chalg'isalaringiz, sizlar bunday qilinglar. Xo'p, agar noma'lumni oldida hech qanday son bo'lmasa, bir bor deb hisoblaysizlar. Endi 1 ga 2 ni qo'shamiz. Nech? 3 bo'ladi. Orqasiga ikkalasiniki ham bir xil, ya'ni x kvadrat bo'lyaptimi? Orqasiga x kvadrat deb yozib qo'ysang bo'ldi. Demak, x kvadratga 2x kvadrat qo'shsang nech bo'lar ekan? 3x kvadrat bo'lar ekan. Endi qo'shamiz. 2 ga 2 ni qo'shamiz. 4 bo'ladi. Shunda berilgan misolimizning javobi 3x kvadrat plus 4 ga teng ekan. Bo'ldi. Birinchi misolimiz ishlandi. Endi keyingi misolga o'tamiz. Ikkinchi misol. Xo'p, ikkinchi misolimizda qanaqa bo'lyapti? 2x kvadrat minus 4x plus 3 minus 2x kvadrat plus 3x minus 2 bo'lyapti. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, qavsning oldi minus bo'lyapti ekan. Xo'p, agarda qavsning oldida minus ishorasini ko'rsak, qavs ichidagi har bir xatning ishorasini teskarisiga o'zgartirib olamiz. Agar qavsning oldida minus ishorasini ko'rsak, qavs ichidagi, ya'ni 2x kvadratni ham ishorasini, plus 3x ni ham, minus 2x, minus 2 ni ham ishoralarini qarama-qarsiga o'zgartiramiz. Xo'p, yozamiz. Yozadigan bo'lsak, bu misolimizda qanday ko'rinishda bo'ladi bu? Xo'p. Barobar 2x kvadrat minus 4 ta x plus 3 ni o'zini yozib turaman. Endi qavs ichida 2x kvadrat ishorasi qanaqa? Oldida hech qanday ishora yo'qmi, demak plus bo'lib hisoblanadi. Endi hozirgina aytib o'tdim, agar dedim qavsning oldida minus ishorasi bo'lsa dedim, qavs ichidagi har bir xatning ishoralari teskarisi o'zgaradi, to'g'rimi? Demak, plus bo'lsa, qavsni ochayotganimizda minusga o'tib aylanib ketadi. Shunda minus 2x kvadrat bo'ladi. Ana endi plus 3x. 3x ning ishorasi qanday? Mana, plus bo'lyapti. Demak, qavsni ochganimizda teskarisiga o'zgaradi. Minus bo'lib ketadi. Minus 3x. Ana endi minus 3x bo'ldi. Minus 2 bo'lyapti. Minus 2 ning ishorasi qanaqa? Minus bo'lyaptimi mana? 2 ning ishorasi minus 2 minus bo'ldi, to'g'rimi? Endi bunda qavsni ochadigan bo'lsak, 2 ta minus kelyaptimi? Doimo plus bo'ladi. Ana endi biz qavslarni ochib yubordik, endi soddalashtirib qo'ysak bo'ldi. Misolimizni ishlagan bo'lamiz. Xo'p, 2x kvadrat bilan 2x kvadrat qisqaradi. Sababi bittasining ishorasi plusda, bittasiniki minusda. Orqasidagi harflar ham, ya'ni noma'lumlik harf va uning darajalari ham bir xilda, koeffitsientlari ham bir xil. Faqatgina biri plus, biri minus. Shuning uchun qisqaryapti. Endi minus 4x ga minus 3x qo'shamiz. Demak, bularni qo'shadigan bo'lsak, minus 7x bo'ladi. Oldida koeffitsiyentlar qo'shamiz. Minus 7 ga minus 3 qo'shadigan bo'lsak, 2 ta minus kelsa qo'shiladi va oldiga minus ishorasini qo'yganimizda, shunda minus 7 bo'lib qoladi. Orqasiga x yozib qo'yamiz, minus 7x bo'ldi. Endi 3 ga 2 ni qo'shamiz. 3 ga 2 ni qo'shsak 5. Demak, minus 7x plus 5 bo'lar ekan. Tushunarlimi? Ikkinchi misolimiz. Hamma tushundimi? Kim tushunmay qoldi? Xo'p, tushunarli. Aha. Qolganlarchi? Qolganlar tushundimi? Tushunarli bo'pti. Yaxshi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, qani 4-misolda o'zlaringiz ishlanglarchi. 4-misolda ishlab, gruppaga javobini yozinglar. 4-misolda ishlab yozinglar.
To'rtinchi misolni ishlanglar. Ovozim boryaptimi? To'rtinchi misolni ishlab, hamma yozsin yechimini gruppaga. Ishlashni boshlanglar. Qolganlarchi? Qolganlarim ishlab gruppaga yuboringlar javoblaringizni. Hozirgina tushuntirdim. Shunga o'xshash misol ko'rdik. To'g'rimi? Demak, ishlashni boshlaymiz. Qani, sizlar ham tekshirib ketasizlar yechimlaringizni. To'rtinchi misol. Demak, buni ishlaydigan bo'lsak, quyidagicha bo'ladi. Birinchi o'rinda qoslovchi uramiz. 2ta a plus 4ta b. Demak, qosning oldida minus ishorasi bor, qosning ichidagi minus qos ichidagi hadlar, ya'ni birinchi hadniki minus 2a bo'lyapti, to'g'rimi? Demak, minus bo'lgandan keyin teskarisiga o'zgaradi, shunda plus 2ta bo'ladi. Endi plus 3b bo'lyapti. Xo'p, 3b ning ishorasi qanday? Plus ekan. Demak, qoslovchi degan bo'lsak, teskarisiga o'zgaradi, shunda minus 3ta b bo'ladi. O'zgartirganimizda. Endi soddalashtiramiz. 2ta a ga 2ta a ni qo'shamiz. 2 ga 2 ni qo'shsak 4, orqasiga a yozamiz. Demak, 4ta a bo'ldi. Ana endi 4ta b dan 3ta b ni ayiramiz. 4 dan 3 ketsa 1 qoladi. Demak, orqasiga b yozamiz. Shunda 1 ni b ga ko'paytirsak b chiqadi. Shunda plus b chiqar ekan. Shunda javobi 4ta a plus b. Kimda mana shunaqa javob chiqqan bo'lsa, to'ppa-to'g'ri ishlagan bo'ladi. Demak, keyingisiga o'tamiz. Xo'p. 5-inchisi ham shunaqa. Xo'p. 8 ko'ramiz. 8-misol. Xo'sh, 8-misolimiz quyidagicha ishlanadi. X ning 4-inchisi plus deyman. 4ta x. Birinchi bo'lib mana bu qosni ochib o'raman. Keyin ikkinchi qosga o'taman. Xo'p, x ning kubi bo'lyapti. Demak, x ning kubi ishorasi qanday? Musbatda bo'lyapti, ya'ni plusda. Buni ochganimizda
minus x ning ko'pi bo'lib ketadi. Endi plus x bo'lyapti. X ning ishorasi plus bo'lyapti. Qavsni ochsak minus x bo'ladi. Endi 2 ning ishorasi plus, qavsni ochganimizda minusga aylanib ketadi. Endi ikkinchi qavsga o'tamiz. X ning 4-inchisi bo'lyapti. Ishorasi qanday? Plusda. Demak, qavsni ochganimizda minus x ning 4-inchisi bo'lib ketadi. Ana endi mana shu x ning 4-inchisiga nima qo'shilyapti? 3x qo'shilyapti. 3x ning ishorasi plus, demak, qavsni ochganimizda minus 3x bo'lib ketadi. Ana endi x kvadrat. X kvadrat ishorasi qanday? Plus bo'lyapti. Demak, qavsni ochganimizda minusga aylanib ketadi buniki ham. Shunda minus x kvadrat bo'ldi. Endi qisqaradiganlari bor. Qaysi biri qisqaradi? Xo'p, qisqartiradigan bo'lsak, x ning 4-inchisi bilan x ning 4-inchisi qisqaradi. Xo'p, yana qaysi biri qisqaradi? 4x dan x dersak 3x bo'ladi. Shunda minus 3x bor ekan. Demak, 4x keyin minus x, minus 3x lar qisqarib ketdi. Demak, bizda qoladigan yechim. Xo'p, nimalar qoldi bizda? Birinchi noma'lumlik narsani yozamiz. Mana bu minus x kvadratni yozamiz. Minus x kvadrat deyman. Keyin minus 2 deb qo'yaman. Demak, javobi minus x kvadrat minus 2 bo'lar ekan. Minus x kvadrat minus 2. Yechim shu. Tushunarlimi? Hamma tushundimi? Xo'p, ana endi keyingisiga o'tamiz. Yo'q, javob boshqachamikan? Qani bitta ko'raylikchi. Ishoralarda o'zgartirmagan bo'lsak. Demak, x ning 4-inchisi plus 4x minus x ko'p minus x minus 2 bo'lib ochiladi. Endi minus x ning 4-inchisi hop minus 3x minus x kvadrat bo'ldi. Xo'p, endi x ning 4-inchisi bilan x ning 4-inchisi qisqarib ketadi. Ana endi qaysilar qisqaradi yana? Mana bu minus x ning ko'pinchisi qolib ketibdi-da. Minus x ning ko'pinchisi qolib ketgan. Shuning uchun xato javob chiqib qolgan. Minus x ning ko'pinchisi mana endi to'g'ri bo'ldi. Minus x ning ko'pinchisi minus x kvadrat minus 2 bo'ladi javobi. Xo'p, ana endi keyingisiga o'tamiz. Xo'sh, 9 ham oson, 10 ham, 11 ham. Bu ham oson ekan. Xo'p, 16 ga o'tamiz endi. 16. Xo'p, 2 ko'paytirilgan x kvadrat plus 2 plus 3 ko'paytirilgan 2x plus 3 bo'lyapti. Xo'p, bizda taqsimot qonuni, ya'ni ko'paytirishning taqsimot qonuni degan tushuncha bor edi. U qanaqa? Xo'p, a ko'paytirilgan b plus c degan mana shu ko'rinishdagi formula bor edi bizda, to'g'rimi? Biz buni ochadigan bo'lsak nima bo'lardi? A ni, ya'ni qavsning tashqarisidagi turgan sonni qavs ichidagi turgan songa har biriga ko'paytirib chiqardik. Shunda AB plus AC bo'lardi. Demak, mana shu qonuniyat bo'yicha ochib chiqamiz. Endi 2 ni x kvadratga ko'paytiramiz. 2x kvadrat. 2 ni 2 ga ko'paytirsam 4. Ana endi plus deyman. 3 ni 2x ga ko'paytirsam 6 ta x. Plus 3 ni 3 ga ko'paytirsam 9. Demak, buni soddalashtirsam 2x kvadrat plus 6 ta x plus 13 bo'lar ekan. Tushunarlimi? 16-misol. Ekran ko'rinyaptimi? Ekran hammaga ko'rinyaptimi? Ekran hammaga ko'rinyaptimi? Yozib olinglar. Ovozim yaxshimi? Mironshoh, ekran ko'rinyaptimi?
So'ragan vaqtim iloji bo'lsa tezroq yozib yuboringlar. Vaqt ketyapti-da, vaqtimiz ketadi. Yozuvda ekran ko'rinmay qolsa, keyin muammo bo'lib qoladi yoki ovozim bo'lmay qolsa. Shuning uchun iloji boricha mikrofonni ochib aytinglar. Mikrofonlaringiz yoquvli, har birlaringizniki. Qizilda mansizlar. Ko'rinmayapti ekran deb aytib qo'yinglar menga. Eslaringizdan chiqmasin. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Xo'p, 17. Bunda ham qavs tashqarisidagi turgan sonni qavs ichidagi turgan har bir xatga ko'paytirasizlar, keyin soddalashtirasizlar. Javob chiqadi. Xo'p, 18 ham shunaqa. 19, 20, 21 ham shunaqa. 22 ni ko'raylik bitta. 22. Demak, 22 qanaqa ishlanadi bu? 5 ni 2 ta a ga ko'paytiraman. 10 ta a bo'ladi. Plus 5 ni 3 b ga ko'paytiraman. Plus 15 ta b. Endi minus 2 ni 5 a ga ko'paytirsam minus 10 ta a bo'ladi. Minus 2 ni plus 7 b ga ko'paytirsam minus 14 ta b. Plus 3 ta minus 3 ta b bo'ladi. Ana endi soddalashtiraman. Qaysi bir qisqaradi? 10 ta a ga 10 ta a. Bular yeshib ketadi. Shoralar qarama-qarshi. Endi yana qaysi biri bor ekan? Xo'p. 15 ta b minus 14 ta b. Ayirsam nima bo'ladi? B ni o'zi bo'ladi. B dan 3 ta b ketsa, xo'p, minus 2 ta b qolar ekan. Ayirganimda minus 2 ta b qoladi plus endi 3 ta s ni o'zi qolib ketadi. Yoki biz buni quyidagicha yozishimiz mumkin. 3 ta s minus 2 ta b. Bo'ldi. Yechim shu. Endi keyingisiga o'tamiz. Xo'p, 23 ta ham shunaqa, xatma-xat ko'paytirib chiqasizlar. 24 ham shunaqa. Xo'p, 25 ham shunaqa. Xo'p, 28 ham. Endi 30 ni ko'raylik. Aralash son, o'nlik kasr aralash ekanda. Ya'ni mana shuni hisoblashda adashlaringiz mumkin. Xo'p, biz buni qanday hisoblaymiz? Biz buni hisoblash uchun birinchi o'rinda o'nlik kasrni ham, aralash sonni ham kasr ko'nishga o'tkazib olamiz. Demak, 1 butun, 30-misolda 1 butun 3 dan 2 mi? Shuni bir ko'rib olinglar. 30-misolda 1 butun 3 dan 2 mi? 1 butun 3 dan 2 ni 1 butun 5 a ga ko'paytiryaptimi? Yaxshi. Demak, yozamiz. Noto'g'ri kasrga aylantiradigan bo'lsak, 3 dan 5 bo'ladi. 3 dan 5 ko'paytirilgan. Endi 1 butun 5 ni biz yozishimiz mumkin. Xo'p. 15 taqsim 10 a qilamiz. Endi minus deyman. 4 butun 5 ni 45 taqsim 10 deb yozib olaman. 45 taqsim 10. Qavs yopilgan deyman. Minus deyman. Endi 1 butun 17 dan 3 ni noto'g'ri kasrga aylantirsam 17 dan 20 bo'ladi. Ko'paytirilgan. Endi 3 butun 4 ni yozadigan bo'lsam, kasr ko'nishda 34 taqsim 10 a bo'ladi. Plus 5 butun 1 ni yozsam 51 taqsim 10 bo'ladi. Demak, har birini kasr ko'nishga o'tkazib oldim. Ana endi ko'paytirib yuboraman. Keyin soddalashtirib qo'ysam bo'ldi. 5 taqsim 3 ko'paytirilgan 15 taqsim 10 a bo'ldi. Minus 5 taqsim 3 ko'paytirilgan 45 taqsim 10. Minus deyman. 20 taqsim 17 ko'paytirilgan 34 taqsim 10 a deyman. Xo'p, minus yana 20 taqsim 17 ko'paytirilgan 51 taqsim 10. Ana endi qisqartirish ishlarini olib boraman. Qaysi biri qisqaradi? Qaysi biri qoladi? Demak, 5 bilan 10 ni qisqartiraman. 5 ga bo'lib yuborsam, bunga bittadan, bunga ikkitadan. Ana endi 15 bilan 3 ni qisqartiraman. 3 ga bo'lib yuboraman. Bunga bittadan, bunga 5 tadan. Demak, bular qisqardi. Endi keyingisiga o'taman. Keyin ko'paytmagan. 5 bilan 10 ni yana qisqartiraman. 5 ga bo'lib yuborsam, bunga ikkitadan, bunga bittadan. Bularni qisqartiraman. Bunga bittadan, bunga 15 tadan bo'ladi. Ana endi bularni qisqartiraman. 17 ga bo'lib yuborsam bittadan, bunga ikkitadan bo'ladi. Bunga bittadan, bunga ham ikkitadan, ya'ni 10 ga bo'lib yuboryapman-da, 20 bilan 10 ni. Ana endi 3-ko'paytmaga o'tsam, 10 bilan 20 ni 10 ga bo'lib yuboraman, bunga ikkitadan, bunga bittadan, ana endi 17 bilan, hop, 51 ni qisqartiraman, 17 ga bo'lib yuborsam, bunga bittadan, bunga 3 tadan. Demak, bizda nimalar qolyapti?
1 5 ga ko'paytirsam 5, demak 2 ni 1 ga ko'paytirsam 2. Shunda 5 taqsim 2a bo'ldi. 5 taqsim 2a. Qani endi 1 dan 15 ga ko'paytirsam nima bo'ladi? 1 dan 15 ga ko'paytirsam, hop, 15, 1 dan 2 ga ko'paytirsam 2. Demak, minus 15 taqsim 2 bo'ldi. Ana endi minus deyman. 2 ni 2 ga ko'paytirsam 4. Demak, 4 ni 1 ga ko'parsam, 4 ni 1 ga bo'lganda 4. Shunda minus 4 a bo'ldi. 4 a bo'lgandan keyin minus deyman. 2 ni 3 ga ko'paytirsam 3, ya 2 kere 3 6, 1 ni 1 ga ko'paytirsam 1, 6 ni 1 ga bo'lsam 6 o'zi bo'ldi. 6 ni o'zi bo'lar ekan. Qani endi. Xo'p, 5 ni 2 ga bo'lamiz, necha chiqadi? 2,5 a bo'ladi. Minus 15 ni 2 ga bo'lsam 7,5 chiqadi. 7,5 chiqadi, minus 4 ta a minus 6. Demak, buni soddalashtiradigan bo'lsak, 2 ta a dan 4 ta a ni ayiramiz, minus 1,5 a bo'ladi. Xo'p, minus 7,5 dan 6 ni ayirsak, bu minus 13,5 chiqadi. Demak, javobi shu. Yoki biz buni kasr ko'rinishga o'tkazadigan bo'lsak, minus 3 taqsim 2, minus 3 taqsim 2a, hop, minus 135 taqsim 10. Yoki 135 taqsim 10 ni bo'lib olsangiz ham chiqadi. 5 ga bo'lib olasizlar, soddroq shaklda chiqadi yechimi. Xo'p. Tushunarli bo'ldimi? Hamma tushundimi? 30-misolga. Yaxshi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingisiga o'tamiz endi. Xo'p. O'ttiz bir. Xo'p, 31 ham shunaqa, 32 ni ham o'zlaringizga qoldiraman, 33, 34 ham. Bu ham shunaqa. Endi 39 ni ko'raylik. 39-misol. Demak, 39-misolda qanday ishlaymiz? 39-misolda 2 ta a minus 3 ni 2 ta a minus 3 ni ko'paytirishimiz kerak ekan 3a minus 1 ga. Xo'sh. Buni ko'paytirish uchun quyidagicha ishlarni bajaramiz. Ya'ni 2 ta a ni 3a ga ko'paytiramiz, keyin 2 ta a ni minus 1 ga ko'paytiramiz. Ana undan keyin minus 3 ni 3a ga ko'paytiramiz. Ana undan keyin yana minus 3 ni minus 1 ga ko'paytirib qo'yamiz. Keyin soddalashtirganlar chiqadi, bo'ldi. Soddalashtirsak yechimi chiqadi. Aytganim bo'yicha ko'paytirib chiqamiz endi. 2 ta a ni 3a ga ko'paytirsam, 2 ta a ko'paytiruv 3 ta a bo'ladi. Ana endi 2 ta a ni minus 1 ga ko'paytirsam, minus 2 ta a bo'ladi. Endi minus 3 ni 3a ga ko'paytirsam, minus 9 ta a bo'ladi. Minus 3 ni minus 1 ga ko'paytirsam, nima bo'ladi? 2 ta minus ko'paygandan keyin plyusda chiqadi, shunda plus 3 bo'ladi. Demak, bu nimaga teng bo'ladi? Xo'p, darajalarida 1 bor deydigan bo'lsak, 2 ni 3 ga ko'paytirganimizda xo'p, 6 bo'ladi. Asoslar bir xil. Asoslar bir xil bo'lgan payti daraja ko'rsatkichlar qo'shiladi, shunda 6 ta a kvadrat bo'ladi. Endi minus 2 ta a ga minus 9 ni qo'shamiz. Shunda minus 11 ta a bo'ladi. Plus 3. Demak, ko'paytirganimizda mana shunaqa javob chiqar ekan.
Endi keyingisiga o'tamiz. Keyingisi. Xo'p, a minus 2 ni ko'paytirishimiz kerak ekan. 2ta a kvadrat minus 3a plus 4 ga ko'paytirishimiz kerak ekan. Demak, buni ko'paytirishda boyagi 39-misolimiz bor-ku. Ana o'shani ko'paytirib chiqamiz. Xo'p, a ni 2ta a kvadratga ko'paytiramiz. A ni minus 3a ga ko'paytiraman. A ni 4 ga ko'paytiraman. Keyin minus 2 ni 2ta a kvadratga, minus 2 ni minus 3a ga, keyin minus 2 ni plus 4 ga ko'paytiraman. Keyin soddalashtirib qo'yaman, javobi chiqadi. Xo'p, yozamiz. A ni 2ta a kvadratga ko'paytirsam, nima bo'ladi bu? Barobar a ko'paytirilgan 2ta a kvadrat bo'ladi hozircha. Endi minus deyman. A ni minus 3a ko'paytirsam, shunda minus 3a ko'paytiruv a bo'ladi. Plus a ni 4 ga ko'paytirsam, plus 4ta a bo'ladi. Ana endi minus 2 ni 2a kvadratga ko'paytiraman. Minus 2 ko'paytirilgan 2ta a kvadrat minus 2 ni ko'paytiramiz minus 3a ga. Ko'paytirganda plus 2 ko'paytirilgan 3ta a bo'ladi. Ana endi minus 2 ni plus 4 ga ko'paytirsam minus 8 bo'ladi. Endi ko'paytiramiz. A ni ko'paytiraman 2a kvadratga. 2ta a ni ko'pinchisi minus bo'ladi. 3a ni a ga ko'paytirsam 3a kvadrat bo'ladi. Plus 4ta a 2 ni minus 2a kvadratga ko'paytirsam 2 ni minus 2a kvadratga ko'paytirganda minus 4ta a kvadrat bo'lib qoladi. Plus 6ta a minus 8. Demak, buni soddalashtiradigan bo'lsam nima bo'ladi? 2ta a ni ko'pinchisi, hop, minus 3a kvadrat minus 4a kvadrat. Bularni hisoblasak minus 7ta a kvadrat bo'ladi. Minus 7ta a kvadrat. Endi 4ta a ga 6ta a ni qo'shsam plus 10ta a bo'ladi. Minus 8. Demak, javobi shu chiqar ekan. Qirqinchi misol tushunarli bo'ldimi? 40-misol. Xo'p. Ba'zi bir misollarda mana shunaqa misol keladi, ba'zi birlarda. Xo'p, imtihonda ham tushgan misollar tashlagan testlarimni ko'rgan bo'lsalaring kerak. Mana shunaqa test ham bordi, ya'ni. Xo'p, testlarda berishi mumkin sizlarga berilgan deydi, ifodani soddalashtiring deydi va x lik ifoda keladigan bo'lsa, x o'rniga biror bir qiymat beradi, soddalashtiring va o'sha soddalashtirganingizdagi qiymatga berilgan qiymatni qo'yib hisoblang deydi. Sizlar ham mana shunaqa qilib xuddi soddalashtirasizlar. Ana undan keyin a lik ifoda bo'lsa, a ni qo'yib chiqasizlar. A ni o'rniga necha qiymat bersa, x lik ifoda kelib qolsa, x ni qiymatini qo'yib hisoblab qo'yasizlar, javobi chiqadi. Endi keyingisiga o'tamiz. Xo'p, 41 ham shunaqa ishlanadi, 42 ham, 43 ham, 44 ham, har birini ko'paytirib chiqasizlar. Xo'p, 44, 47 ham, 48 ham. Endi 51 dan bitta ko'raylik. Demak, 2x plus 3 ko'paytirilgan 3x minus 2 deyapti. Minus deyapti. 5x plus 1 ni x plus 3 ga ko'paytir deyapti. Demak, ikkita ko'paytmani hisoblashimiz kerak, soddalashtiramiz va ayirib olishimiz kerak ekan. Shunda soddalashib qoladi-da. Xo'p, yozaman. 2x ni 3x ga ko'paytirsam, 2 ko'paytirilgan 2x ko'paytirib 3x bo'ladi. Xo'p, 2x ni minus 2 ga ko'paytirsam, minus 2x
ko'paytirib 2 bo'ladi. Endi +3 ni +3 x ga ko'paytirsam +3 ko'paytirib 3x bo'ladi. +3 ni -2 ga ko'paytirsam -3 ko'paytirib 2 bo'lib qoladi. Ana endi bittasini hisobladim, hali soddalashtirganim yo'q. Endi minus deyman. 5x deyman. Ko'paytirib x. Endi 5x ni +3x ga ko'paytirsam +5x ko'paytirib 3 deyman. Plus 1 ni x ga ko'paytirsam nima bo'ladi? X bo'ladi. 1 ni endi 3 ga ko'paytirsam 3, demak +3 bo'ladi. Endi soddalashtiraman. 2x ni 3x ga ko'paytirsam 6x kvadrat bo'ladi. Qani endi minus deyman. 4x plus 3 ni 3x ga ko'paytirsam nima bo'ladi? 9x bo'ladi. Minus 6 minus. Endi qavs uchun soddalashtiraman. 5x kvadrat hop plus 15 ta x plus x plus 3. Demak, soddalashtirsam 6 ta x kvadrat minus 4x ga 9x ni qo'shsam plus 5 ta x minus 6 bo'ladi. Minus deyman. Hop 5x kvadrat 15x ga x ni qo'shsam plus 16 ta x bo'ladi. Plus 3. Yana bir marta qavs ochib olaman endi. Soddalashtirib bo'ldim-da. Endi 6 ta x kvadrat plus 5 ta x minus 6 minus 5x kvadrat minus 16 ta x minus 3 bo'ladi. Endi 6 ta x kvadratdan 5x kvadrat ayirsa nima bo'lib qoladi? X kvadrat bo'ladi. 5x dan ayirma minus 16x ni 16x ni ayirsam, shunda minus 11 ta x bo'ladi. Minus 6 dan minus 3 ni ayirsam minus 9. Demak, javobi x kvadrat minus 11 ta x minus 9 bo'lib qolar ekan. Bo'ldi. Xo'p, qolganlarini mana shunaqa qilib ishlaysizlar. Xo'p. Demak, 53 gacha tushunarli bo'ldimi? 53 gacha. gacha misollar hammasi ko'paytirishda. Ko'paytirib, qo'shadigan bo'lsa qo'shasizlar, ayriladigan bo'lsa ayirasizlar. Endi 53 dan yog'i o'zgaradi. Xo'p, mavzu nechta misoli bor ekan bunda? Endi bitta bo'lishga doir misol ko'raman. 60 ta ko'raman. Xo'p. Bo'lish degani kasr chizig'i degani, to'g'rimi? Demak, x ning 4-si plus x ko'p plus x kvadratni deyman. Bo'laman minus x ga. Minus deyman. Ikkita x kvadrat, 2x ning ko'pinchisi minus x kvadrat plus 2x ni bo'lib o'raman x ga. Mana bu narsani qavsga olib qo'yaman. Sababi qavsning oldida mana minus ishora bor-da, shuning uchun hammasini qavsga olyapman. Endi plus deyman. Plus x ning ko'pinchisi. Ana endi kasr ko'rinishda qilib yozib oldim mana bunday qilib. Endi suratidagi har bir darajani, ya'ni x ning 4-sini minus x ga bo'laman, x ning ko'pinchisini minus x ga bo'laman, x kvadratni minus x ga bo'laman. Mana shunday qilib bo'lib chiqaveraman.
Demak, x ning 4-chisini minus x ga bo'lsam, ya'ni x ning x 4-darajasidan bilan x ni qisqartirsam, xo'p, minus x ning ko'pinchisi bo'ladi. Xo'p, bunda minus x kvadrat minus x bo'lib qoldi. Minus deyman. 2x kvadratni x ga bo'lsam, asoslar bir xil bo'lyapti. Bo'linganda daraja ko'rsatkichlar ayriladi. X bo'lyapti bunda. 3 dan 1 ketsa 2 bo'ladi. Demak, 2x kvadrat bo'lib qoladi. Endi minus deyman. X kvadratni x ga bo'lsam, hop, 2 dan 1 ketsa 1, demak x ning birinchisi. Shunda x ni o'zi qolib ketadi. 2x ni x ga bo'lsam plus 2 bo'ladi. Plus x ning ko'pinchisi. Demak, xavfni ochib yuboraman bitta. Minus x ning ko'pinchisi minus x kvadrat minus x minus 2 ta x kvadrat plus x minus 2 plus x ning ko'pinchisi. Demak, x ning ko'pinchilari qisqarib ketadi. Hop, minus x kvadrat minus 2x kvadrat. Bu minus 3 ta x kvadrat. Minus x bilan x qisqarib ketadi. Shunda minus 3x kvadrat minus 2 qoladi. Javobi shu. Endi 63. Xo'p, 63 ni biz bunday qilamiz. 2 darajasida hop, n kvadrat minus n minus 2 taqsim 2 darajasida n kvadrat minus 3 ta n minus 7 desam. Xo'sh. Hozir 1 minut. Shu misolni ko'raylik qani. Hop. Xo'p. Ana endi bu bunday ishlanar ekan endi. Davomi. Xo'p. Bizda formula bor-da. Qaranglar. Formulamiz quyidagicha: a darajasida n bo'lingan a darajasida m bo'lsin. Xo'p, biz bu formulamizni davomi qanaqa edi? Ya'ni o'ng tomoni. Xo'p, asoslar bir xil bo'lgan paytda daraja ko'rsatkichlari ayrilardi. To'g'rimi? Demak, bitta asos yozib, darajalarni ayirib qo'yardik. Bunda ham shunday. Asoslar bir xil, demak, barobar deyman. 2 deb yozaman. Shunda n kvadrat minus n minus 2 dan ayiraman. N kvadrat minus 3 ta n minus 7 ni. Xo'p, bunda barobar 2 darajasida n kvadrat minus n minus 2 minus n kvadrat plus 3 ta n plus 7 bo'lib qoladi. N kvadratlar qisqarib ketadi. Barobar minus n plus 3n. Buni soddalashtirsam nima bo'ladi? 2 darajasida 2 ta n. Demak, minus 2 bor ekan, plus 7 bor. Bu plus 5 ga teng. Shunda 2 darajasida 2n plus 5 bo'lib qolar ekan. Tushunarlimi? Ko'paytirilganda bunda ham nima qilasizlar? Bitta asos yozib, ya'ni 2 ni yozasizlar, daraja ko'rsatkichlarini qo'shib qo'yasizlar. Bo'lishda ayirib qo'yasizlar, bo'ldi. Javobi chiqadi. Xo'p, ana endi
69 ham shunaqa ekan. 70 gacha shunaqa ekan. Ya'ni asosini 2 ga keltiraverasizlar. Mana shunaqa. Keyin hisoblab qo'yasizlar. Asoslarni ba'zilarida 4, 8 deb ketgan. Ularni 4da 2 ning kvadratini, misol uchun 65 da 2 ning kvadratini 2 n minus 1-si deysizlar, 8 esa 2 ning ko'pinchisini n minus 2-si deysizlar. Darajani darajasi darajalar ko'paypansiga teng. Demak, bu nima bo'lib qoladi? 2 darajasida 4 ta n minus 2 bo'lingan 2 darajasida 3 n minus 6 bo'ladi. Keyin yaqini o'zlaringiz hisoblab qo'yasizlar. Javobi chiqadi. Demak, ko'p xatni ko'p xatga bo'ling debdi. Ko'p xatni ko'p xatga biz qanday bo'lamiz? Ko'p xatni ko'p xatga bo'lish uchun ustun shaklda bo'lamiz. Xo'p, murakkabdan ko'rib beraman. Xo'p, murakkabi qaysiroq ekan? Qaysi biri murakkab? 73 sonni ustun shaklda bo'lamiz-ku. Misol uchun 4 xonali, 5 xonali sonni 2 xonaliga, 3 xonaliga ustun shaklda bo'lamiz-ku. Biz buni ham ustun shaklda bo'lamiz. O'shanaqa qilib. X ning ko'pinchisi minus 4 ta x kvadrat minus 8 ta x plus 8 bo'laman x minus x plus 2 ga. Demak, buni bo'lish uchun biz nima qilamiz? Xo'p, bo'lish uchun men shunday qiymat berishim kerakki, ya'ni x plus 2 ga bo'lganimda shunday qiymat berishim kerak, natijada mana bu x ko'p qisqarib ketishi kerak. X ning ko'pinchisi qisqarib ketishi uchun men nechtadan berishimga to'g'ri keladi? X kvadratdan beraman. Demak, x kvadratdan bersam, x kvadratni x ga ko'paytirsam nima bo'ladi? X ning ko'pinchisi degan narsa hosil bo'lib qoladi. Ayirib olganimda x ning ko'pinchisi qisqarib ketadi. Demak, x kvadratdan beraman ekan. X kvadratdan berganimda x ning ko'pinchisi plus 2 ta x kvadrat bo'lib qoladi. Endi minus deyman. Ayirib tashlaymanda. Xo'p, ayirib tashlaganimda nimalar hosil bo'ladi? Mana bu yerda yozaman. X ning ko'pinchisi minus 4x kvadrat minus deyman. Xo'p, qos ichida x ning ko'pinchisi plus 2 ta x kvadratni ayiryapman. Qos ochaversam x ning ko'pinchisi minus 4x kvadrat minus x ning ko'pinchisi minus 2x kvadrat bo'lib qoladi. Demak, x ning ko'pinchisi qisqarib ketadi, minus 4x kvadrat minus 2x kvadrat. Bu 6x kvadratga teng. Demak, ayirganimda minus 6x kvadrat bo'lar ekan. Ana endi minus 6x kvadratni x plus 2 ga bo'lib bo'lmaydi. Shuning uchun men minus 8x ni tushiraman. Demak, minus 8x ni tushirganimda, hop, bu quyidagicha bo'ladi. Minus 6x kvadrat minus 8x bo'lib qoldi. Ana endi bemalol buni bo'lsam bo'ladi x plus 2 ga. Demak, qaranglar. Mana bu endi yana mana bu x kvadratga o'xshatib qandaydir qiymat berishim kerak. Mana bu minus 6x kvadrat ayirib olganimda yo'q bo'lib ketishi kerak. Demak, men bunga nima qiymat bersam bo'ladi? Xo'p. Bunga men minus 6 ta x dan beraman. Minus 6x dan bersam, shunda minus 6 ta x kvadrat minus 12 ta x bo'ladi. Demak, ayiraman. Mana bu yerda yozaman endi yana. Minus 6 ta x kvadrat minus 8x minus deyman. Qavs ichida minus 6 ta x kvadrat minus 12 ta x. Qavslar ochaversam nima bo'ladi? Minus 6 ta x kvadrat minus 8x. 2 ta minus kelsa plus bo'lib ketadi 6 ta x kvadrat plus 12 ta x bo'lib qoldi. Demak, bular qisqarib ketdi mana. Shunda nima qolar ekan? Minus 8x plus 12 ta x. Bu 4x ga teng bo'lib qolar ekan. Ayirib olganimda. Yana ayirib oldim. Plus 8 ni tushiraman endi. Mana bu 8 ni tushirib yuboraman. Shunda 4x plus 8 bo'lib qoldi. Demak, 4x plus 8 ni endi x plus 2 ga bo'lishim kerak. Mana bu 4x qisqarib ketishi kerak. Demak, 4x qisqarib ketishi uchun ayirganimda nechtadan beraman? Plus 4 tadan beraman. Demak, 4 tadan berganimda nima bo'lib qoladi? 4 ta x plus 8 bo'ladi. Ayiraman 0 bo'lib ketadi. Demak, x ning ko'pinchisi minus 4x kvadrat minus 8x plus 8 ni x plus 2 ga bo'lganimdagi qiymat, ya'ni javobi x ning kvadrati minus 6x plus 4 bo'lar ekan.
Qolganlarini mana shunaqa qilib bo'lib ketaverasizlar. Tushunarlimi? Hop, ana endi 81 dan 90 gacha ayniyat ekan, ayniyat. Hop, ayniyat degani nima degani? Ayniyat degani ikkala taraf teng bo'lishi kerak degani. Ya'ni, nima demoqchiman? 3 plus 5 nechi bo'ladi? 3 ga 5 ni qo'ysak 8, 5 plus 3 ham 8 yoki 3 ko'paytirib 5 barobar 5 ko'paytirib 3. Bu ham 15 15, to'g'rimi? Ikkalasi teng bo'ladi-da. Demak, 81 dan 90 gacha nima edi? Xo'p, ayniyatga kelib qoldik, to'g'rimi? Ayniyatni ko'rayotgandik. Ayniyat degani bu ikkala taraf tengligi. Xo'p, misol keltirdik mana. 3 ga 5 ni qo'ysak 8, 5 ga 3 ni qo'ysak ham 8. Ayniyat bo'la oladi, chunki ikkala tarafni ham hisoblaganimizda 8 8 bo'ldi. Mana shunaqa bo'lishi kerak-da endi bizning misolimizda ham. Xo'p, misolga qaytamiz. X kvadrat plus 5xy plus 3y kvadrat bo'lyapti. Endi o'ng tarafi ax kvadrat minus bxy plus c y ning d-nchi darajasi. Biz topishimiz kerak bo'lgan narsalar a, b, c, d. Xo'p, biz buni qanday topamiz? Biz buni topadigan bo'lsak, a ga shunday qiymat berishimiz kerak, mana bu bilan teng bo'lishi kerak-da. Demak, men a ga 1 deb olsam bo'ladi. Sababi 1 ni x kvadratga ko'paytirsam x kvadrat bo'ladi. Bu taraf ham x kvadrat, ya'ni x kvadratga teng bo'lib qoldi. Endi plus 5xy bo'ldi. Plus 5xy bu taraf minus bxy bo'lyapti. To'g'rimi? Demak 5xy deb yozaman. Barobar minus bxy. Demak, men b ga qandaydir qiymat berganimda, ya'ni mana bunga teng bo'lib qoladi. Shunda b menda minus 5 ga teng bo'ladi. Minus 5 ga mana bu minusni ta'sir ettirganimda plus 5 bo'lib ketadi. Shunda b ni qiymati 5 bo'lib minus 5 bo'lib qoladi. Qavslar ochirganimizda mana bu 5 ga teng bo'lib qoladi. Demak, javobi b niki minus 5 bo'lib qoldi hozircha. Endi yana c niki. C niki bu yoqda qaranglar. Ishora qanday? Plusmi? Demak, bu yerda ham plus bo'lyapti. Shunda c niki 3 bo'lib qoldi. Endi d niki. Xo'p. Mana bu yerda 3y kvadrat, ya'ni bunda d kelyapti, bunda 2 kelyapti. D ni qiymati shunda 2 bo'lib qolar ekan. Bizda har biri topildi, ya'ni a ham, b ham, c ham, d ham topildi. A 1 ga teng bo'ldi, b minus 5 ga teng bo'ldi, c teng 3 ga, d teng 2 ga. Xo'p. Tushunarli bo'ldimi ayniyat? Ayniyat tushunarli bo'ldimi? Bitta yozib olinglar. Tushunarli bo'lgan bo'lsa? Ha, tushunarsiz bo'ldimi? Demak, yana bir marta tushuntiraman. Qaranglar, yaxshilab tushunib olinglar. Ayniyat degani bu ikkala tarafning tengligi ayniyat hisoblanadi. Hozir bizda chap tarafi misolimizda x kvadrat plus 5xy plus 3y kvadrat bo'lib turibdi, to'g'rimi? Hozir biz bularni ayniyat bo'lishi uchun x kvadrat bilan ax kvadratni tenglashtiramiz. Qaytadan yozaman, men tushunarli bo'lishi uchun sizlarga. Qaranglar, hozir qaytadan yozadigan bo'lsam, ax kvadratni x kvadratga tenglayman. Demak, a bizda nechiga teng bo'ladi? A bizda 1 bo'lib qoladi. Endi minus bxy ni 5xy ga tenglayman. Hozir b nechi bo'lsa, mana bu b ga nechi qiymat berganimda 5 ga aylanib qoladi. B ga men minus 5 bersam, shunda minus qavs ichida minus 5xy bo'ladi. Qavs ochganimda 5xy bo'lib qoladi. Demak, b ni qiymati natijada nimaga teng bo'lib qoladi? Minus 5 ga teng bo'lib qoladi. B minus 5 bo'lsa,
S y ning dnchisi qaranglar. S y ning dnchisi nimaga teng bo'ladi? 3y kvadratga. Demak, s niki mana 3, d niki 2 bo'lib qolyapti. Endi tushunarli bo'ldimi? Endi tushundilaringizmi? Ayniyatni hisoblash uchun har bir hadini, ya'ni birinchi had bilan chap tarafdagi birinchi had bilan ikkinchi tarafdagi, ya'ni chap bilan o'ngda tenglashtirasizlar, o'zi ko'rinib qoladi. A ham, B ham, C ham kelib chiqadi. Endi tushunarli bo'ldimi? Yaxshi. Xo'p, demak, bugungi mavzumiz tushunarli bo'ldimi? Bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Xo'p, tushunarli bo'lgan bo'lsa, yaxshi, zapisda uchramiz.